Toprak spesifik. Salomatmi? Assalomu alaykum hammaga. Xiva shahridamiz. Bir 7-8 ta bemorimiz u yoqlarga borishga imkoni bo'lmagan bemorlarimiz iltimos qilishgan edi. Amallab keldik. Hozir bir 7-8 ta odamga muolaja qilamiz, ya'ni rans usuli bilan. Bu og'amiz Olimboy aka. Olimboy aka adashmadimmi? Doğru. Bu og'amizda bel sohasida 3 ta pog'onasida stenoz bor. Hozir bu 7-chi proseduralarda xudo xolasa. Ertaga kurslari tugaydi. Yoshlari ancha yaxshilandi. Xastalari bor edi. Xastani tashladingiz-a, og'a? Ha, teşekkür. Xastani tashladilar. Hozir Xivada bir 3-4 ta hamshira o'rganishlari kerak edi. Hozir bitta o'zlari qoldilar. Sayyora ismlari hamshiramiz. Xiva tomonlarda mana shunaqa bizga murojaat qiladiganlar bo'lsa, mana shu sinimizning oldilariga kelib, mana shu rans olsalar bo'ladi bemalol. Boshladik. Siz tomonga o'tiring. Yaqinroq kelsiz, voy ukol jarayoni bo'lmasa. Rans usuli reaktivatsiya neyron sentrov. Ukol o'sha paravertebralni ukol qilishdan iborat. Bo'yin sohasidan to yuqori dumba sohasigacha qilinadi. Bitta 10 grammli shpris 8-10 marta kirib chiqadi tanaga. Bu ukolni asosiy vazifasi neyronlarni perezagruzga qilish. Neyron akson yadrolar faollashib, tanani muammoli joylariga puls berib, miyani to есть tanadagi muammolarni tiklaydi. Og'riqli muolaja. Anchagina og'riqli, uncha odam chidolmaydi. Hozir xudo xolasa уже mana 7-chi proseduralari deyarli tugatdik. Siz ham qiling. Rans usulini liboy hamshira qila oladi. Bitta ko'rib olsa, o'rgan olsalar, chunki qiyin narsa emas, mushakka qilinadi. Dumba mushagiga qiladigan hamshira ham qila oladilar buni. Sababi farqi yo'qki, mushak qayerda joylashishi. Hamma yoq mushak. Kapilyar tomirlarga tegib ketishimiz mumkin. Buni ziyoni yo'q. Eng asosiysi o'sha tochkalari keyin boyga mashq qilinayotgan inyeksiya. Bu sinimiz paxtakorlik, Nilufar. Bu ancha tajribasi katta. Toshkentga borib odamlarni davolab keldilar. Hozir Xivada xizmat ko'rsatyaptilar. Xudo xolasa mana shu usul bilan O'zbekistonning har bitta tumaniga kirib boramiz. Chunki qiyin bo'lmagan muolaja effekti juda ham ajoyib. Ey Allah. Yordam Og'a dam olasizmi ozgina? Dam bering. Shu shpris tugasin. Ko'p yasham. Hozir xivalik hamshiramiz qilyaptilar, sayyora. O'rgandilar. Xudo xolasa mana shu atrofdagi bemorlarga muolajani o'zlari qiladilar. Hizmatdan bering.